Navbatdagi yana bir ajoyib geometrik savol. Xo'sh, rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib ABCD parallelogram yuzini topishimiz kerak. Ko'rinib turibdiki, bu yerda demak ADK uchburchak yuzi ABCD parallelogram yuzining yarmisi. Xo'sh, demak ABCD parallelogram yuzini S deb oladigan bo'lsam, bitta BD diagonal o'tkazaman. Bitta diagonal o'tkazilish natijasida parallelogram yuzi teng 2 ga bo'linadi va ABD uchburchak parallelogram yuzining yarmisi bo'lsa, DF mediana o'tkazilish natijasida yana uchburchak yuzi ham 2 ga bo'linadi. Demak, bundan kelib chiqadiki, ADF ni yuzasi parallelogram yuzining 4 dan 1 qismi. S taqsim 4 bo'lsa, AYD ni yuzini topish uchun S taqsim 4 dan 2 ni ayirib tashlash kerak. S taqsim 4 minus 2. Demak, bu yerda S ADK trapetsiya yuzining yarmisi, parallelogram yuzining yarmisi. Bo'ldi, tamam. Demak, ADK ni yuzi S taqsim 4 minus 2 ga 10 ni qo'shilganiga ham teng. S taqsim 2 barobar S taqsim 4 plus 8 deymiz. S taqsim 4 teng 8, S tenglik 32. Demak, parallelogram yuzi 32 ga teng.